bir gün balam nişada giramchilik qilgan bo'ldi. Ma singlim zoping tatib ekan. Shuning bilan telefonini olgancha ma singlimni qashqa akib berdim. Hamma odamlar bizni shu do'konda o'tirib, lobanchi pul topdi deydi. Bizning dardimizga, malimizga yetib baxsin, to'xa hamalim har qanday kasb bo'lsa taklif qilsanglar bir kun shogirdingmi debdi ekan. Rahmat achikilar deb o'ylabmisan, bugun o'zingiz telefon qilibsizkan, shunda xo'shalab ketdim. Biz jiq tuqqanlar biladim, u do'kon ko'chash munosabati bilan zab ish jiqda hozir yangi do'konga ko'chash munosabati bilan atamisi mallarni yo'tkab rasma do'kon qilib oldi. Rahmat, sizga ozroq ko'nglim berdi. Voy, japat. Ben Xushambarninki gurchi bilan Xushambarning men yoqtirdim. Bir iste'mol qilib baqqan bo'lsam. Siz buni nima qildingiz? Mening filmim Davomli filmlaringizni ko'rtma. Xushambarning tashqarida qilgan yana siz qanday bulamdikin azada? Butu siz odatda shu bo'lmaydigan narsani tavsiya qilmaysiz, bilibmi? Rahmat. Meni to'g'ri qildi deganlar bo'lsa bir atal yuraklaringni birib qolinglar, tuqqanlar.